Mana bugun o'quvchimiz ikkinchi darslarida parkovka qilish jarayonini o'rgatyapman. Mana hozir ko'rasizlar, to'g'ri kelgan holatda 90 gradusni garaj qilishlari kerak. Olib kelavering, bokovizga qarab, chapga полный оборот buramiz, ya'ni rulimizni oxirigacha buramiz. Buring. Ha, rulni oxirigacha burganingizda, ha, kirib kelavering. Kiravering, qo'rqmasdan. Yaxshi. Qarang. Sekin yurib kelyapsiz. To'g'rimi? Endi to'xting. Shu holatingizda sizda kengroq joy qolyapti-yu, o'ng tarafingizda qisqa, ya'ni bu turishda yursangiz, yoningizda turgan mashinani urasiz. Shuning uchun nima qilamiz? O'ngga rulimizni oxirigacha buramiz. O'ng tarafga oxirigacha buring rulni. Ha, yo'q. Oldiga yuraveramiz. Boya yurdik-ku. Ha, oldiga yuravering. Ha. Mana yuring. Endi qarang, chap bokovizga qarang. Yana ozgina yurganingizda, o'sha orqasi garajga kirishga tayyor bo'ladi. Ozgina yuravering. Yuring, ha. Yuring, qo'rqmasdan. Xo'p, endi mana chapga burgan holatingizda ikkita parallelingizni to'g'rilang. Chapga rulingizni oxirigacha burasiz endi. Chapga buring rulingizni orqaga, ha. Endi parallelingizni to'g'rilang. Mana domlar oldiga kelganda mashinalarni parkovka qilishlari kerak. O'shaning uchun hech kimga murojaat qilmagan holatda o'zlari muammosiz bemalol parkovka qilib olib kirishlariga ega bo'la olinglar. Mana olib kirish jarayonlarini ko'ryapsizlar, hech qiynalmayapti. Mana to'g'irlab, u yog'ini ham to'g'irlayaptilar, bu yog'ini ham to'g'irlayaptilar. Mana sag'al mana qiyalini to'g'irlayaptilar. Ha. Ko'rdinglar? Mana sekingina olib kirib, chiroyli holatda ikki tarafni tekshirib, o'zlari olib kiryaptilar. Mana. Xo'p, yonimizdagi mashinani bokovoy oynalari yonma-yon bir-biriga qaraganda, mana o'sha yonma-yon bo'lishi bilan o'sha mashinalar tayyor bo'ladi. Ya'ni parkovkaga tekis olib kirilgan hisoblanadi. Ko'ryapsizlar, chiroyli holatda olib kirdilar. Mana jarayonlar juda yaxshi. Hattoki o'zlari tushib tekshiryaptilar. Qanaqa holatda olib kirdim deb. Sinora, qanaqa holatda olib kirdingiz?